Assalomu alaykum aziz quyon ishqibozlari. Bugun yem haqida gaplashmoqchi edim. Ozgina, ko'p emaydi. Qaranglar, yaxshi va yomon yemni farqi. O'z ko'rsataman. Bu kalifchalar ancha katta bo'lib qolishdi. Bugun bularni orasidan ajratamiz. Yemini ancha to'kib tashlabdi. Rangi ham kulrang. Mana bu esa Toshkentda ishlab chiqarilgan yem. Farqi bu sal nima yashil simon. Yashilga mo'l. Qo'lda olgan kameraga uncha ko'rinmayapti, lekin qo'lda yaxshi ko'rinadi. Mana bu yem loyga o'xshaydi. 6000 dan kilosi. Bunisi Toshkentda ishlab chiqarar ekan. 5,5 mingdan. Yana olib kelib sotyapti. Shuning uchun 5,5 ming. Endi qaranglar, 2 kilo oldim. Mana bu yem. O'zimizda ishlab chiqarilgan Samarqand yemi. Quyonlar vobshe yemaydi. Vobshe yemaydi. Shuni to'kib tashlagan uyiga. Oxiri o'zimdan nima stilimga o'tdim. Arpa, bug'doy, keyin makka. Mana bu yem ham ahvoli shu. Bu ham Samarqand yemi. Yemaydi. Quyon yemsiz qolib ketadi prosta. Shuning uchun yem olayotganda ehtiyot bo'lib tanlab olish kerak. Mana kalifchalar chiqishni boshlabdi. 10 kun, 20 kun bo'ldi. Esinglarda bo'lsa, bundan oldingi videoda hozir birinchi kattakka ko'rsatgan quyon onasini bolasini boqmaganda shu kattakka qo'yishgandik. Bu mana shu partiyadan. Xullas, quyonlarni boshqa joyga o'tkazyapman. Hikollarni oldiga, go'sht yo'nalishdagi quyonlarni hammasini bitta joyga jamlayapman. Bu esa o'zimizning joydagi quyonlar. Bu ham katta bo'lib qoldi.